Tadbirkorlik borasidagi har bir muammo yangi imkoniyatlar sari qadam tashlash uchun hal etilishi lozim bo'lgan masaladir. Ana shu maqsadda hududlarda biznes egalarining masalalariga tezkor va qonuniy yechim topish borasida muhim chora-tadbirlar yo'lga qo'yilgan. Masalan, Urganch tumani hokimligida tashkil etilgan maxsus shtab faoliyati bevosita kichik biznes vakillari uchun ochiq muloqot minbari hisoblanadi. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Mazkur shtabda tadbirkorlar o'z faoliyati davomida duch kelayotgan muammolar, ishlab chiqarishni kengaytirish, mahalliylashtirish loyihalarini amalga oshirish, davlat xaridlarida ishtirok etish va kooperatsiya aloqalarini mustahkamlash bilan bog'liq masalalar hamda takliflarni mas'ullarga to'g'ridan-to'g'ri yetkazish imkoniyati yaratilgan. E'tiborli jihati shundaki, tadbirkorlar tomonidan bildirilgan taklif va tashabbuslar qayd etilib, ularning ijrosini ta'minlash bo'yicha tegishli vazifalar belgilab olinadi. Shtabning asosiy vazifasi har bir mahalladagi tadbirkorlar bilan manzilli ishlash, ularning muammolarini joyiga chiqqan holda o'rganish, sohalar kesimida tahlil qilish, tezkor hal etishdan iborat. Har bir murojaat elektron ro'yxatga olinib, ijrosi nazoratga olinadi. Hal etilmagan muammolarni shtab yig'ilishlarida muhokama qilinib, mas'ullarga aniq topshiriqlar berilmoqda. Joriy yilning 26 may kuni qabul qilingan kichik biznes subyektlarining o'sishi uchun yanada qulay iqtisodiy va ma'muriy shart-sharoitlar yaratish to'g'risidagi prezident farmoni mamlakatimizda tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlashning yangi bosqichini boshlab berdi. Ushbu farmon ijrosini ta'minlashda Urganch tuman soliq inspeksiyasi xodimlari ham tadbirkorlarga yaqin ko'makdosh bo'lishmoqda. Mazkur farmon bilan shu kungacha tadbirkorlarni qiynab kelayotgan, ularni shaffof va ochiq faoliyat yuritishi uchun to'sqinlik qilib kelayotgan ko'plab masalalar o'z yechimini topdi. Shuningdek, tovarlarni import qilgan yuridik shaxslar, yakka tadbirkor va o'zini-o'zi band qilgan shaxslarni majburiy tartibda qo'shilgan qiymat solig'iga o'tkazish tartibi bekor qilinmoqda. 2026-yil 1-iyundan 2030-yil 1-yanvarga qadar asosiy faoliyati umumiy ovqatlanish, savdo yoki xizmat ko'rsatish sohasi bilan bog'liq tadbirkorlar qo'shilgan qiymat solig'ini hisoblash va to'lashni amalda 12% stavka bilan birgalikda soddalashtirilgan tartibini qo'llash huquqi berilmoqda. Bugungi kunda aholiga munosib turmush sharoiti yaratish, odamlarni ish bilan ta'minlab, yetarli daromad olishiga ko'maklashish davlatimiz siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylandi. Shu bois eng chekka mahallalarda ham oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish, xotin-qizlar hamda yoshlar bandligini ta'minlash, aholi daromadini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Urganch tumanining Kilovut mahallasida kungaboqar pistasini saralash, qovurib qadoqlash faoliyati bilan shug'ullanib kelayotgan tadbirkor tomonidan 40 nafarga yaqin fuqaro ish bilan ta'minlangan. Dastlab ish boshlaganimizda faqat oila a'zolarimiz bilan ishlagan bo'lsak, hozirda ishlar sonini 30 nafarga yetkazdik. Ayniqsa keyingi yillarda prezidentimizning tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash natijasida mahalla yettiligining tavsiyasi bilan imtiyozli kredit olib, oilaviy korxona sifatida faoliyatimizni yanada kengaytirdik. Hozirda mahsulotni birlamchi qayta ishlash bilan birga mahsulot turini 10 xilga yetkazdik. Davlatimizning yordami bilan zamonaviy uskuna va jihozlar sotib oldik. Natijada chiqarayotgan mahsulotimizning sifati ham yanada yaxshilandi. Ta'kidlanganidek, tadbirkorning yangi g'oya va tashabbuslari qo'llab-quvvatlanib, faoliyatni kengaytirish uchun yangi uskuna va jihozlar keltirildi. Respublikamiz mustaqilligining 35 yiliga bayram arafasida ishga tushirilishi mo'ljallangan zamonaviy jihozlar yordamida yanada sifatli mahsulot tayyorlash bilan birga qo'shimcha 20 ta ishchi o'rni ochiladi. Prezidentimizning har yili 20-avgust tadbirkorlar kuni oldidan o'tkazadigan ochiq muloqoti bizni takliflarimizni, muammolarimizni o'rganish uchun qulay imkoniyat hisoblanadi. Kelgusida ishlab chiqarishni yanada rivojlantirib, Qoraqalpoq Respublikasi va boshqa viloyatlarga ham o'z mahsulotimizni yetkazib berish niyatimiz bor. Bir so'z bilan aytganda, tumanda fuqarolarning tadbirkorlik tashabbuslari har tomonlama qo'llab-quvvatlanib, ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish salohiyati yanada oshirilmoqda. Yangi ish o'rinlari yaratilyapti. Ham biznes egalari ham oddiy odamlar manfaat ko'rmoqda. Maqsad ham shu aslida.